Kasallikni davolashdan ko'ra uning oldini olish oson. Har safar bemorni ko'rganimda o'ylayman, axir hammasi boshqacha bo'lishi mumkin edi. Faqat biroz ehtiyotkorlik qilganda hayot butun va yorug' qolardi. Virus ko'rinmas, ammo juda yaqin. Uni ko'z bilan ko'rib bo'lmaydi. Qo'l bilan his qilish mumkin emas. Lekin uning ayyorligi ham shunda. Odam hushyorlikni yo'qotganda u paydo bo'ladi. Bir laboratoriya tahlil natijasi oilani, jamiyatni asrab qolishi mumkin. Chunki biz har safar mikroskop ostida o'tkaziladigan tadqiqotlarimizda haqiqatlarni ko'ramiz. Bu haqiqatlar oddiy kasalliklar ham hech kimni ayamasligini tushunamiz. Lekin barvaqt kasallikni bilish va o'z vaqtida ehtiyotkorlik choralarini qilish barchamizning porloq kelajagimizni hadya qilishga ishonamiz. Yaqin munosabatda o'zingizni asrang. Bir lahzalik be'tiborlik sog'liqdan, oiladan va hatto hayotdan ayirishi mumkin. Haqiqiy muhabbat doim mas'uliyat bilan birga yuradi. Biz birgalikda kurashishimiz mumkin. Vrach davolashi mumkin. Markaz yordam berishi mumkin. Lekin haqiqiy tanlovni har bir insonning o'zi qiladi. Bilim, ehtiyotkorlik va hayotga ishonch mana siz uchun eng ishonchli himoya. Yaqinlaringizni o'ylang. Hushyor bo'ling. Hayotni asrang. AIDS-dan ehtiyot bo'ling. Biz yoningizdamiz, lekin hammasi sizdan boshlanadi.